Siz jonli efirdagi Diyor 24 dasturini tomosha qilyapsiz. Dasturimiz davom etadi. Bugun dunyo bozorida sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talab oshmoqda. Mazkur talablar asosida sifatli, eng muhimi, turli kasallik va zararkunandalardan xoli qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish tadbirkorlarimiz bilan bir qatorda soha xodimlari oldida turgan muhim vazifalardan biri sanaladi. Aholi va jamoatchilik vakillari ishtirokida tashkil etilgan ilmiy-amaliy seminarda shu jihatlarga e'tibor qaratildi. O'simliklar klinikalari tarkibidagi biolaboratoriyalarning samarali faoliyatini tashkil etishga bag'ishlangan seminarda qishloq xo'jaligida biologik qarshi kurashning samaradorligi, ekologik toza va sifatli mahsulot yetishtirishdagi o'rni xususida so'z bordi. Shuningdek, oltin kuz, trixogramma va brakon kabi bioentomofaglar yordamida qarshi kurash ishlarini amalga oshirishning ekologik hamda iqtisodiy samaradorligi soha mutaxassislari tomonidan asoslab berildi. Vazirlar Mahkamasining agrar va oziq-ovqat sanoati sohasini rivojlantirish bo'limi tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishda zaharli kimyoviy pestitsidlardan biopreparatlarga, foydali hasharotlar bilan qarshi kurashga o'tish bo'yicha bosqichma-bosqich tasdiqlangan chora-tadbirlarni mazmun mohiyati haqida axborot berdik. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad qishloq xo'jaligi mahsulotlari bevosita, bilvosita iste'mol qilinadigan mahsulotlarda kimyoviy pestitsidlarning qoldiq miqdori ko'payishi natijasida inson salomatligi bilan bog'liq bo'lgan bir qator muammolar kelib chiqyapti. Mana shu kabi muammolarni oldini olishda ham bu o'zining ijobiy samarasini beradi. Ma'lumot o'rnida qayd etish joiz, bugungi kunda viloyatimizda o'simlik kasalliklari, zararkunanda organizmlar va begona o'tlar tarqalishi mumkin bo'lgan 99835 gektar ekin maydonlari, shuningdek 146405 ta aholi tomorqali xonadonlari mavjud bo'lib, ushbu ekin maydonlarida vegetatsiya davri boshlanishidan zararkunanda va kasalliklar uzluksiz ko'payishi, viloyat miqyosida qo'shimcha o'simliklar klinikalari tashkil etish, mavjudlari faoliyatini yanada kengaytirishni taqozo etmoqda. Seminar davomida biologik himoya va o'simliklar klinikalari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika yetakchi mutaxassisi tomonidan klinikalar faoliyatini tashkil etgan yoki tashkil etish istagida bo'lgan tadbirkorlarga davlat tomonidan berilgan imtiyozlar to'g'risida batafsil tushunchalar berildi.